Bak, bizim yanıga Vallarol, Koytaş Yankışak avtomobil yolumuz 4-1-42 M39 uzunluğu 52 kilometre taşkil qiladi. Mana shu yo'limiz o'zlaringiz ham ko'rgansizlar, yangi videoga olishda umuman bir 35 yildan beri ta'mirlangan. Men aniq bilaman, mustaqillik davrida umuman ta'mirlanmadi. Faqat turpoq to'kib chiqiladi, yangi lapatka bilan oladi, turpoq tashlaydi. Yomg'ir yoqqandan u turpoq chiqib ketadi. Yana shu holat. Qanchadan beri murojaat qilib kelyapsizlar mana? Men murojaatni buni 2018 Obod qishloqqa Qo'ytosh tushdi. Qo'ytosh Obod qishloq dasturga tushgandan murojaatni boshlaganman. Bu masalada men respublikaga ham chiqqanman, prezidentga ham yozganman, yo'l qo'mita raislariga ham yozganman, hammasiga yozganman. Javob xatida menga javob xatlari kelgan. Kiritamiz, dasturga kiritamiz. Keyingi 5 yillikda degan. Lekin 5 yillikda qachon 25-yildan to 30-yilga davom oraliqda 5 yil. Lekin borgan sayin yo'llar kattarib rasvolashib boryapti. Umuman yurib bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yurib bo'lmaydi. Mana shu an yordam beringizlar. Mana o'zlaringiz ko'rdilaringiz, videoga oldilaringiz yo'lning ahvolini, holatini. O'sha yo'lda endi bir ko'ring, qanday bo'ladi? Shu mumkinmi? Bizi yo'lda biz ataganlar o'zi shu katta mashina. Endi shunday bo'lgandan keyin ataginam xalqni ham salgina o'ylash kerak. Prezidentimiz, hokimsan, kimsan? Xalqqa xizmat qil. Xalq seni uchun emas degan gaplari bor. Xudoga shukr shunday ekan, endi xalqimizning bir yengilligi uchun bo'lsa ham mehmon bir kelib ketmay ketolmay qoladi, yo bo'lmasa kelishga kelmay qo'yadi. Ikkinchi, to'g'risida mehmon chaqirishga ham uyalib qoldi. Endi turizm zonasi bor. Bizga bu yerga kelib turib dam olish niyatlari bor. Ular ham bir marta ko'rib tag'in ikkinchi kelmaydi. Qanday bu rivojlanish mumkin agar bunisidan bir-birimizni qo'llamasa, yo'limizni tuzatmasa? Asosiy maqsadimiz xalqqa sal bo'lsa ham yengillik qilinglar, barakatli qilinglar. Bu kunlar ham o'tib ketadi lekin kimdir bir yaxshi hokim kelib turib qilar. Tarixda qolib ketadi. Aman zamondan beri endi o'gatib qo'yavering endi. Men esim tanigandan beri o'gatib yo'liga remont bo'lmagan. Boshqa odamlar bor, boylari bor, misol uchun pul beradi, ovoz sotib olyapti, burilib ketib qolyapti. Nechta men sovxoz qishloqlarga boryapman. Tashlandiq bitta qishloqlar asfalt bo'lyapti. Nimada endi budjetdan yutib oladigan boylari bor. Bizda yo'q bu narsa. Xalq o'zi pensiya bilan kun ko'rsa bu yerda. Ishlab chiqarish korxona yo'q. Yoshlarning hammasi daydib yuribdi. Bechora bolalarini shuning orqasidan janjal uylarda bo'lyapti. Kelin norozi, eri chetda ishlaydi. Bola chaqani boqish kerak. Hamma bilan shu budjetni chiqargan o'yinlarning sababi ham bor bunda. Qolaversa mana yo'limizda buzayotgan bitta shu katta mashina. Iltimos, yoki bo'lmasa bir vaqtlar bo'ldi, xalq chiqib yo'lda zavozukon qildik. Yon boshdan bitta yo'l qilamiz. Katta mashinalar uchun degan edi. Shu narsa ham qolib ketdi, qilinmadi. O'sha gap yopilib qozon bo'yicha yopilib qoldi. Yo'l lekin battar bo'layapti. Rifat hokim bo'lganda bu yerda bir 5 kilometrni yo'lni qildi. Shu ham buzilib tashladi o'sha. Bu katta mashina. Tomchidan mana havuz buloqqa yetmasdan tugagan yo'l. Qanday bir havas qiladigan bir yo'l paydo bo'ldi. U yomaganda ham birinchi navbatda g'allaraldan boshlaydi. Bu nima degan? Bizdan boshlasin, Yomash bo'yicha. Keyin Yomashga kelganda turpoq bilan ya bo'lmasa shag'al bilan u Yomash bo'lmaydi. O'zlaringiz zamonaviy kinolarni ko'rib turibsiz. Yevropalarning asfalt yo'llarini qanday Yomashlarini ko'rib turibsiz.
Şunun bilmeymen endi bizlerdeki halat. Kısaqlamada Özbekçe qilib ketamiz. Temir yo'l algilari ishchilar ham keladi. Ne maylash var, ne onu tazalash var. Şunun üstüge çukurga asfalt taşaydan basıp ötüp ketadi. O ertege bitta issiq bo'lgandagi ko'chib ketadi-ku, foydasi yo'q. Shuning uchun kapitalniy remont qilish kerak. Iltimos qo'llaringizdan kelsa yordam beringizlar. Iloyim shu bola chaqalaringizni duolarini olib yuraylik. Bu yo'l davlat malikiga ahamiyatiga ega malik yo'ldanib bu yo'l bir nechta hatto Samarqand viloyati bilan Forish tumani bilan bog'laydigan yo'llar. Bu yer sentralniy desa ham bo'ladi-da endi, markaziy yo'l desa ham. Shu mana shu 52 kilometr yo'l mana shu ta'mirga muhtoj. Bu yoqdan Forishdan kelib turib, Forish tumani to'liq bo'lgan ta'mir bizning mana shu yer qolgan. Forishga ulanadigan joy. Mana shu yo'lga e'tibor berib, Ortada nechta azim shu 52 kilometr nechta qishloq bor hozir? Bu yerda qishloq endi sanaydigan bo'lsak, misol uchun mana G'allirondan bu yergacha sanab keldilaringiz. Bu yerda Savruk, O'gat, Chorvoq, keyin naryoqqa Ko'sa, bu yoqqa Samarqandga qarab Umumiy qancha aholi bo'lishi mumkin mana shu sanayotgan qishloqlarning taxminan? Qo'ytashning o'zida 7000 ga yaqin aholi. Bitta shu yerda o'zida. Endi qolgan qishloqlarda hisoblab turib, har qaysidan 1000 tadan hisoblaganingizda 15 mingdan ziyod aholi bor-da, misol uchun. Keyin bu o'sha sentralniy yo'l. Davlat ahamiyatiga malik yo'l. Bu yo'lda biz bu masalada bizlar ko'p joyga murojaat qildik. Hammasi qilamiz deydi. Mana shunda amaliy yordam berishimiz. 2018-yildan beri demak murojaat qilib kelasizlar. 2018-yilda G'allarol tumani Obod qishloq dasturiga chiqqandan keyin G'allaron Obod qishloq dasturiga tushgandan keyin men shaxsan o'zim hokimning oldiga kirganman. Bu iki oradagi yo'l bo'ladimi yo'qmi? Albatta bo'ladi bu yo'l dedi. Nimana shu ham 2018 bo'lsa, hozir 25, 7 yil o'tib ketdimi? 8 yil o'tib boryapti. Lekin yo'l hatto ta'mirlanmadi. Nafaqat Ali qilmish, ta'mirlanmadi.